Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa atala tayyorlaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz, go'shtimiz kerak bo'ladi. Agarda sizda qo'y go'shti qovurg'ali joyi bo'lsa, kichkina kusukcha chopilganini ishlatsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Menda hozir qo'y go'shti emas, mol go'shti ishlatyapman. Mol go'shti lahm joyi va charvi yog'idan ishlataman. Sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog' ishlatamiz 50-60 gram. O'simlik yog'i ham ishlatamiz va damashni eritilgan, kuydirilgan sariyog' ham ishlatamiz. Buni pishgandan keyin ishlatamiz. Bir piyola to'lar to'lmasmi o'zimizni oddiy piyolamizda to'lmagan holatda unimiz kerak bo'ladi. Bir bosh katta piyozimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz bir dona kartoshka, bir dona qizil sabz tabizga ko'ra maydalab to'g'rab qovurish jarayonida qo'shib qovurib pishirsangiz ham bo'ladi. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb go'shtlarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Go'shtlarimiz muzlagan. Go'shtlarimizni shu tarzda to'g'rab olamiz. O'ta mayda ham qilmaymiz, juda katta ham qilmaymiz. O'zi juda ko'p qilmoqchi emasman. Mana shu tarzda go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. Charvlarimizni ham to'g'raymiz. Charvlarimizni mayda to'g'rab olamiz. Piyoz bilan qo'shib qovurgan paytda erib, mazasi yana ham yaxshi chiqadi. Shunaqa qilib xuddi shu tarzda maydalab to'g'rab olamiz charvlarimizni. Go'sht charvlarimizni to'g'rab oldik. Endi piyozimizni ham to'g'rab olamiz. Bir bosh katta piyozimiz yetarli bo'ladi. Kam ko'p qilishingizga qarab masalliqlarni kamaytirib yoki ko'paytirib solaverasiz. Aytib o'tgandek, kartoshka sabz maydalab to'g'rab solsangiz ham bo'ladi. Men solmoqchi emasman. Bu ham juda ham o'zgacha mazza beradi. Kartoshka, sabzi, sholg'om bo'lsa, sholg'om qo'shsangiz ham juda ham yaxshi chiqadi. Uni ko'p hisob tayyorlab ko'rganmiz, mazasi juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin hozir ularni solmoqchi emasman. Piyozlarimizni to'g'rab oldik. Qozonimizni gazimizga qo'yib qo'ydik qizdirishga. O'simlik yog'i solib, bismillahirrohmanirrohim deb endi qovurishni boshlaymiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim deb go'shtimizni tashishdan boshlaymiz. Charvimizni ham birgalikda tashlaymiz. Orqasidan bitta aylantirib piyozni ham solamiz. Piyozimizni ham birgalikda qovurmasak kuyib ketishi mumkin. Qovurish jarayonida ehtiyot bo'lamiz. Piyozni ham solamiz orqasidan. Tabga ko'ra tuz beramiz. Qovurishda davom etamiz. Go'shtimiz bilan piyozimizni o'tda qizartirib olamiz, chunki un solib qovurgan paytimizda piyozlarimiz kuyib ketadi. Hozir endi sariyog'imizni ham solamiz bu orada. Sariyog'imizni ham solib, orqasidan unni ham solib qovuramizda birgalikda qizarib olsa
piyozni o'zi kuyib ketadi. Unimizni ham sog'oramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Qovurishda davom etamiz. Buni endi birgalikda qovuriladi. Piyozi ham, uni ham hammasi qizil bo'lib qovuriladi, xudo xolasa. Agar piyozni qizartirib olsangiz, un solgandan keyin unda ichida bilinmaydi-da, piyozni o'zi kuyadi. Suv quyganingizdan keyin kuyik bo'lib chiqib ketib qoladi. Shuning uchun piyoz oqish paytida uni solib birgalikda qovuring. Qovurishda davom etamiz. Mana unlarimizni ham chiroyli qovurib olyapmiz. Bu arada ujumina suv quyadigan payti kelib qoldi. Gazimizni pasaytirib, qozonimizni ozgina sovutishga harakat qilamiz. Chunki hozir suv quygan paytda sachraydi. Juda ehtiyotkorlik bilan qilishimiz kerak. Holvaytarda ham xuddi shu, holvaytarda ham qizib ketadi. Suv quygan paytingiz juda ham o'tadi, xavfli. Shuning uchun qozonni sovutishga harakat qiling. Hozir tegini men past qilib qo'ydim. Hozir endi suv quyamiz. Qovurilgan rangi juda ham yaxshi bo'ladi. Piyoz hozir bu yerda ko'rinmaydi. Agar piyozni qizartirib keyin un soladigan bo'lsangiz, suv quygandan keyin kuyib chiqib ketadi. Suvimizni quyamiz bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Suvimizni quyib olamiz. Bir yarım litr mo'ljallayman hozircha suvimizni. Miltiratib qaynatamiz endi buni. Bitta qaynab chiqqandan keyin past qilib qo'yamiz. Miltirab qaynaydi o'zi. Bu arada mana qo'zg'aymiz. Ben aytib o'tganimdek, piyozlarimiz tobi me'yoriga kelibdi. Kuyib, agar bundan ko'p qovursangiz kuyib ketadi. Tillarangdan sal o'tadi. Mana atiralarimiz chiroyli bo'lib qaynayapti, xudo xolasa. Tegini o'tda baland qilib ham qaynatmay, mana shunaqa miltiratib qaynatish kerak. Ranglari ham sekinastalik bilan juda ham yaxshi bo'lib chiqadi. Yana bir 15-20 minut miltirab qaynaydi. Shu bilan tayyor. Xudo xolasa. Ozgina buni o'zini qoldirib qo'ymasdan qo'zg'ab ham turish kerak. Tayyor qoladi chunki unlar tagiga cho'kib. Orada qo'zg'ab turish kerak. Qaynashda davom etadi. Atalamiz tayyor bo'ldi mana, xudo xolasa. Halim bo'lib ketdi o'zi ham mana. Go'shtlari ham yumshoq bo'lib pishib. Endi suzib olamiz, gazimizni o'chiramiz degina. Suzib olamiz, xudo xolasa. Mana atallarimiz tayyor bo'ldi, suzib oldik. Xudo xolasa endi bunga tabga ko'ra uydagi damashniy saryog'dan solamiz. Issiqlik paytida erib juda ham yaxshi bo'lib oladi. Hammaga yoqimli ishtaha, ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Juda ham issiqlik bo'ladi. Shamollashlarga ham yaxshi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar.